Assalomu alaykum. Ko'pchilikka taniqli bo'lgan Molxona kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Molxona. Original nomi Animal Farm. Jorj Orwellning majoziy til bilan yozilgan siyosiy hajviy romani. Roman ilk bor Buyuk Britaniyada 1945-yilda chop qilinadi. 1996-yilda esa o'tmishda yozilgan asarlar uchun beriladigan Retro Hugo mukofoti bilan taqdirlanadi. Asar voqealari shunday boshlangan edi. Mr. Jonesning qo'rg'oncha firmasidagi hayvonlar yashash sharoitlaridan nolib, anchadan buyon qariya to'ng'iz mayorning leksiyalarini eshitib, har kuni to'lqinlanib ashulalar aytishar edi. Mayor hayvonlar jamiyati g'oyasining asoschisi. O'limi oldidan ozod hayvonlar jamiyati qurishni vasiyat qiladi. Mayor o'z nutqida nimalar degan edi? Odamzod bu o'zi hech narsa ishlab chiqarmay, hammasini hazm qiladigan yagona maxluqdir. U sut bermaydi, xumlamaydi, omochni sudrash uchun uning kuchi yetmaydi. Quyonlarni tutib olish uchun tezligi so'z. Shunga qaramay, u barcha jonzotlarning oliy hokimi. Mayor vafot etgandan keyin ularni ikkita to'ng'izlar boshqarishdi. Yashirincha hayvonlar yig'ilishlarini davom ettirishdi. Bu to'ng'izlarning ismi Snowball va Napoleon edi. Snowball inqilobni tashkil qiluvchilardan va jamiyatning ilg'or fikrli rahbarlaridan biri. Ammo keyinchalik Napoleon tomonidan quvib yuboriladi va uning nomi ham qora qilinadi. Napoleon hayvonlar jamiyatining yetakchisi, keyinchalik hayvonlar dohiysi. Kitobda uning qarashlari animalizm sifatida beriladi. Hayvonlar ichida eng birinchilardan cho'chqalarning boshliqligini tan olgan, hamma narsaga rozi bo'lib ketadigan mehnatkash ikki ot, Clover va Boxer edilar. Oxirgi kunlarda firma egasi Mr. Jones qarzga botib, muammodan chiqa olmay, ko'p ichadigan, hayvonlarga e'tiborsiz edi. Ko'pincha hayvonlar ovqatsiz qolib ketishayotgan edi. Bir kuni har doimgiday mast holda kelib, hayvonlarga qaramadi. Xizmatchilar ham sigirlarni sog'ib ovqat bermay ketib qolgan edi. Hayvonlar ochliklaridan yig'ib qo'yilgan yemishlarga otilib, ularni paqqos tushira ketdilar. Ishchilar ularni haydashga tushdilar. Shunda hayvonlar qarshilik ko'rsatib, qarshilik kuchayib ketdi. Borgan sari hayvonlarning qo'li baland kelib, ishchilar qocha boshladi. Mr. Jones ham hayotini saqlab qolish uchun qochdi. Firma hayvonlar ixtiyoriga o'tdi. Hamma joyini tekshirib chiqishdi. Odamlardan asar qolmadi. Hayvonlarni tutqunlikka duchor etadigan va qiynaydigan igar janduqlar, nuqtalar, yuganlar, xullas hamma tasmalar ulxanga otilib yo'q qilindi. Keyin ularni Napoleon xirmonga olib borib, ikki hissadan ovqat berdi. Barchalari xursand bo'lib, yana qo'shiqlar kuylashdi. Snowball va Napoleon o'qish va yozishni ozroq o'rganib olgan edi. Qo'rg'oncha degan yozuvni o'chirib tashlab, hayvonlar fermasi deb nomlab qo'yishdi. Cho'chqalar hayvonlar uchun firmaning 7 ta tamoyilini ombor devoriga bo'r bilan yozib qo'yishdi. Mana ular. Birinchi, ikki oyoqlilar dushman. Ikkinchi, 4 oyoqlilar va qanotlilar do'stlar. Hayvonlar kiyim kiymasligi kerak. Hayvonlar to'shakda uxlamasligi kerak. Hayvonlar spirtli ichimliklar iste'mol qilmasligi kerak. Hayvonlar boshqa hayvonlarni o'ldirmasligi kerak. 7-si, barcha hayvonlar tengdir. Hayvonlar shu tarzda alohida jamiyat qurib, xirmonni yig'ib olish, sut sog'ish kabi barcha ishlarni har doimgidek, lekin erkin bajara boshladilar. Har kuni qattiq ishlab, yakshanba kuni dam olardilar. Yakshanba kuni tadbir o'tkazishar edi. Eng mazali sut va olmalarni cho'chqalar yer edi. Cho'chqalar, azizlar, siz uchun shunday qilyapmiz. Agar biz sut va olmalarni yemasak, firmani boshqara olmaymiz. Yana Jones va uning lashkarlari yetib kelishadi. Keyin yana hayvonlarni qiynash boshlanadi deb uqtirishar edi. Bir kuni xabarchi kabutarlar Mr. Jonesning ishchilari firma tomonga yaqinlashayotganini xabarini yetkazdi. Ancha vaqtdan buyon kutilayotgan edi bu voqea. Odamlar va hayvonlar o'rtasida juda qattiq jang bo'ladi. Ushbu jangda odamlar sarosimaga tushib, yana qochishadi. Ushbu jangni sigirxona oldida bo'lib o'tgan jang deb atashdi. Birinchi raqamli, ikkinchi raqamli hayvon qahramon harbiy unvonlari ta'sis etildi. Snowball turli xil yozuvlar va sxemalar bilan band bo'lar edi. Bu hayvonlarning ishlarini osonlashtiradigan turli mashinalar va ixtirolar ustida ishlar edi. Napoleon esa Snowball qilayotgan ishlarini arzimas, cho'pchak deb baholar edi. Snowball tegirmon qurish uchun qattiq kurashdi. Tegirmon orqali elektr ishlab chiqarib, elektr orqali ekin o'radigan, somon sovuradigan, pichan to'playdigan va g'aram bog'laydigan mexanizmlarni ishga tushirishga ishonardi. Napoleonning yashirin harakati bilan itlar Snowballga tashlanishdi. Xullas, Snowball firmadan qochib, uni tark etdi. Napoleon barcha hokimiyatni qo'lga oldi. Har yakshanba kuni bo'ladigan muhokamalarni tugatdi. Faqat tadbir bo'lib, unda barcha hayvonlar bayroqqa tiz cho'kishib, ashulalar kuylashar edi. Snowballni esa hayvonlar firmasi arkonlariga rioya qilmaganlikda, qo'shni firmalarga sirlarni sotishda aybladi. Butun yil qullarcha mehnat qildilar, ammo hayvonlar baxtli edilar. Ular qandaydir odamlarning cho'ntagi uchun emas, o'zlari uchun mustaqil mahsulot yetishtirar edilar. Avgust oyida ish ko'pligidan Napoleon yakshanba kunlari tushdan keyin ham ishlash zarurligini qaror qildi. Ishlash ixtiyoriy bo'lib, ishlamaganlarning ovqatlari yarmi berilmas edi.
Hayvonlar zolim Jones paytidan ko'ra ko'p ovqat yemayotgan bo'lsalar-da, u davrdan kam ham yeyishmas edi. Napoleon yangi siyosatni e'lon qildi. Qo'shni firmalar bilan savdo-sotiqni yo'lga qo'yish, bu orqali firmada yo'q narsalarga erishish, mehnat jihozlarini sotib olish maqsad qilindi. Hayvonlar hech qachon odamlar bilan hamkorlik qilmasligi kerak degan baland parvoz gaplarni eslab, hayvonlar dastlab norozi bo'lishdi. Keyin hayvonlar odamlar bilan hamkorlik qilishga majbur emaslar. Bunday qiyin ishni Napoleon o'z zimmasiga oladi. Hamma xursand. Napoleonga shon-sharaflar. Napoleon Mr. Jonesning yotoqxonasiga ko'chib o'tdi. Molxonaning miyasi bo'lgan cho'chqalar sokin joyda yashashlari zarur edi-da. Keyinchalik dohiy Napoleon nomi ham berildi. Cho'chqalar odamlarning to'shaklarida uxlashar edi. Hayvonlarning ba'zilari arkonlarning 4-chisini sinchiklab amallab o'qishdi. Hayvonlar to'shakda uxlamasligi kerak. Norozi bo'lgan hayvonlarga yana tushuntirish berildi. To'g'ri, hech kim arkonlarni buzishga haqqi yo'q. Bu shunchaki yotish uchun yaratilgan to'shak. Biz to'shak emas, choyshablarni nazarda tutgan edik. Choyshablarda yotmasligimiz kerak. Biz choyshablarni olib tashlab, to'shaklarning o'zida yotibmiz. Bular aqliy mehnat qiladigan hayvonlar uchun minimal qulayliklardir. Sizlar bizni og'ir mehnatimizdan keyingi hordig'imizdan mahrum qilmoqchimisiz? Aminmizki, hech biringiz Mr. Jonesning qaytishini istamaydi. Xullas, shunday ishonchlar bilan hayot davom etaverdi. Borgan sari cho'chqalar o'zlari uchun sharoit yaratib, hayvonlar qiynala boshladi. 4 ta ko'ppak himoyasiga tayangan Napoleon Snowball bilan hamkorlik qilayotgan hayvonlar deb buyruq chiqarib, hayvonlarni jazolar edi. Qish oylarida tovuqlar barcha tuxumlarini omborga topshirar edilar. Odamlar bilan savdo aloqalari yaxshilab borayotgan edi. Agar hayvonlar ozgina o'zlarining erkinliklarini talab qiladigan bo'lsalar, ko'ppaklar paydo bo'ladigan, darhol yangi jazolash buyruqlari chiqadigan hayvonlar uchun zulm davri boshlangan edi. Arkonlar ham o'zlariga moslashtirib amal qilinayotgan edi. Hayvonlar jazolar sabab o'ldirildi. Arkonning 6-chisi esa hech bir hayvon boshqa hayvonni sababsiz o'ldirishi mumkin emas. Ya'ni sababsiz so'zini qo'shib o'qishni boshlashdi. Arkonlar ham o'zlariga moslashtirib amal qilinayotgan edi. Hayvonlarning yetishtiradigan oziq-ovqatlarining rejalari 200, 300, hattoki ba'zilariniki 500 barobar oshirildi. Endi Napoleonni barcha hayvonlarning otasi, odam zotining sho'ri, qo'ylarning himoyachisi, o'rdaklar homiysi va hokazo deb maqtab murojaat qilishlari talab etiladi. Hayvonlar firmasi Hayvonobod Respublikasi deb e'lon qilindi. Yillar o'tdi, bahorlar va kuzgi xazonizgilar keldilar va o'tdilar. Ko'p hayvonlar o'tib ketdi, yangi tug'ilganlar ko'paydi. Ko'rsatkichlarda katta o'zgarish bo'lmasa-da, hayot davom etayotgan edi. Molxona rivojlanib borayotgan edi. Unda qat'iy tartib hukmron edi. Gohida molxona boy borayotganday tuyulardi. Holbuki, bu farovonlikning cho'chqalar va ko'ppaklardan boshqa hayvonlarga aloqasi yo'qday edi. Hayvonlarda hali ham farovon yashashga umidlari bor edi. Mustaqil davlatda faqatgina hayvonlar o'zlariga tegishli davlatda yashardilar. Bu esa ularga g'urur hissini berar edi. Cho'chqalar 2 oyoqda yurishni o'rganishdi. Endi arkonlardagi hech qaysi qarorlar cho'chqalarga to'g'ri kelmas edi. Xullas o'zlariga moslab oldilar. Bir kuni bir necha izvosh aravalar tashrif buyurishdi. Bu molxona bilan tanishish uchun tashrif buyurgan qo'shni molxonalarning delegatsiyalari edi. Ular molxonani juda katta qiziqish bilan tomosha qilishdi. Hayvonlar qo'rqqanlardan o'sha kuni qattiqroq ishlashdi. Oqshom molxona tomondan qo'shiq ovozi va jarangdor qiyqiriqlar eshitildi. Hayvonlar sekin kuzatdilar. Bu yerda yumaloq stol atrofida mehmon fermerlar o'tirishar va yana shuncha nomdor cho'chqalar ham shu yerda edilar. Napoleon stoldagi eng mo'tabar joyini egallagan edi. Butun to'da qarta o'ynab, ko'ngil xushlik qilar, vaqti bilan navbatma-navbat qadah so'zlari aytishar edi. Bir fermer juda uzoq kirish so'zidan keyin, mana ko'pchilik fermerlarimiz tanishishdi. Bu molxonada ishchilar hamma molxonalardan ko'ra ko'proq ishlaydilar. Hammadan kam ovqat yeydilar. Bu yerda ko'plab yangiliklarni ko'rdik. Bu kabi ishlarni o'z molxonalarimizda tatbiq qilamiz. Endi Hayvonobod va uning qo'shnilari o'rtasida faqat do'stona aloqalar davom etishi kerak. Endi insonlar va hayvonlar o'rtasida farq qolmadi, dedi u. Napoleon ham so'zga chiqdi. Xullas, juda ko'plab balandparvoz gaplar aytildi. Hayvonlar esa tomosha qilishdan boshqa hech qanday harakat ham qila olmasdilar. Birdan odamlar va cho'chqalar nimadandir kelisha olmay urusha ketdilar. Baqir-chaqiriqlar, stollarga mushtlar, haqoratlar. Bir paytning o'zida 12 ovoz qichqirar, ammo ularning hammasi bir xil edi. Tashqaridagi hayvonlarning nigohi cho'chqalardan odamlarga, odamlardan cho'chqalarga ko'char, ammo ularning qay biri cho'chqa-yu, qay biri odam ekanini ajrata olmasdilar.
Bu kitob mazmunini iloji boricha muhim joylarini aytib o'tdik. Lekin kitobdagi hodisalarni to'liq tushunish va bo'lgan voqealarda qatnashganday bo'lish uchun uni boshdan oxirigacha o'qib chiqishni tavsiya etamiz. Ushbu kitobni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, do'stlaringizga ushbu ilmni ulashing. Yana qanday kitoblar haqida bilib olmoqchisiz? Izohda yozib qoldiring.